ishladik. Birisi Divonajonlar, Dildorajon bilan hozir harakat qilamiz sizga kuylashga. Operatorlarimiz parodikamasi. Yo'q, uzr plus har safar. Yo'q, proses qilyapman, to'g'ri hozir televideniya, fonogramma deyapmiz. Lekin shu bo'lar ekan. Keyin g'iybatchilik qo'shiq. Albatta, meni ham shu repertuarim sizni bir ranglaringizga, sizni palitringizga, o'zingizni shaxsan bir shtrixlaringizga boy bo'ldi. Hamisha shunaqa yosh bo'ling, go'zal bo'ling. O'z tengdoshmiz-a? Ikki yosh farqimiz bor. Men kattaman. Tengdoshmiz. Shunaqa yosh, chiroyli qomatlarni qarang. 18 yoshsizlar. Mana shu siz yoshsiz, sizdagi qomat sportsmenka bo'laydi. Вот, o'shanga hammaga rahmat. Haqiqatan hozir ikkita odam kelsa ham sizlarga rahmat. Bu, конечно, mana shuncha muxlislar, nafaqat san'atkorlar, yaqinlaringiz, masalan, muxlislaringiz bu juda ham katta natija. San'atkorlar kelishadi, to'ppa-to'g'ri hozir aytishdi. Обязательно kelamiz deb ertashimiz tushadi. Hazil, lekin muxlislar просто так kelmaydi-da. Mana yaqinlar vaqtni topib, demak, shunaqa bir shunaqa qalbidan joygansiz. Lekin Lolapajon siz ma'zitsiz, chunki Yulduzapam ham juda ham go'zal ijodlari bor. Hamisha Yulduzapam trendda va Yulduzapam ham ijodlariga chiroyli hissalaringizni qo'shgansiz. Tем более Yulduzapam mening ustozim, har doim yaxshi ko'raman, ularni maqtayman. Sevib o'shanga большой молодецsiz. Rahmat sizga. Hozir g'iybatchilik qo'shig'ini aytaman sizlar uchun ishqilib. Hozirgi ko'zchilikga narsani aytib o'taylik. Bu aynan hozir har bittamiz ustimizdan internetda o'tirib olib g'iybat qilib o'tirganlar uchun qilgan ishlar yo'q. O'tirib faqat komment yozib, nimadir deb g'iybat qilib, mish-mish qilib asabimizga dedi, lekin biz asab qilmaymiz, biz faqat qo'shib yuramiz.